Anvar aka, kabobchi? Ko'raverasizlar Anvar kabobchiga. Ko'rib kelgan. Ha. Nimalaringiz bor bu yerda aka? Bor, shafli bor. Aha. Ertaga osh qilamiz xudo xolasa. Aha, yana qanaqa xizmatlaringiz bor aka? Mana xizmat berasiz. Hammasi bormi? Hammasi bor. Aksiya-paksiyalarimiz bor. Ko'raverasiz. Aha, bo'ldi. Men bitta joylarni ko'rsatib o'taman. Men bu yerda keladiganlarga mana salqin havoga, yo'l bo'yiga bemalol kelib choy ichsalaring bo'ladi. Pastga tushamiz hozir. Kamerani uzmasdan pastdagi joylarimizni ham ko'rsatamiz. Mana bu yoqda ishlashyapti. Mana pastdagi joylarimiz bemalol og'aynilar bilan kelib turib, shunday bitta tapchanni olib turib, bemalol mana tapchanlari salqin, daryoni bo'yi, daryoga qarab dam olib, bemalol oilaviy yoki oshna og'aynilar bilan o'tiradigan joy mana. Supalarimiz bor. Ertaga xudo xolisa bu supalarimizni hammasiga joylarni bemalol qilib joylashtirib chiqamiz. O'sha taraflargacha bemalol joylarimiz yetarli. Akalar, bemalol mana Anvar kabobchiga kelsalaring bo'ladi. Hozirlarga lokatsiyani tushuntirib o'taman. Mana juda zo'r atmosfera. Bu yerdan zinalarimiz bor. Bu yerda mana taomlarimiz. Eski Jalol ota choyxonasi desalaring, hamma taniydi. Mana bu yerda Anvar kabobchilar. Xo'p. Lokatsiyani tushuntirib o'taman. Uzun vokzal tomonidan kelishga to'g'ridan kelaverasizlar, kommunizm tarafdan. Bemalol ko'rsalaring bo'ladi. Bu yerda o'sha bilsalaring kerak, Sarasuvdan ham kelsalaring bo'ladi, chegara tarafdan ham hamma tomonlama kelsalaring bo'ladi. Mana yoniga eski Abdurashid ota choyxonasi. Qalay bo'lyapti? Avjigami? Yana kelaverasizlar, shashligimiz ham bor. Bemalol ob-havo joyida. Xudo xolasa sizlarga manfaatli, yaxshi xizmat ko'rsatishga harakat qilaman. Anvar kabobchining o'zlari yana bir bor. Kelaverasizlar, aksiya bonuslardan foydalangan. Bemalol kelaverasizlar. Mana aksiya bonus hamma joyga qilib tashlaganlar akamiz mana. Grilldan pishishini qaranglar. Ey. Buni qaranglar, sochchi moshina bo'lib suvlar oqishini qaranglar. Kelaverasizlar jigarlar. Bemalol Anvar kabobchi sizlarning xizmatingizda. Prashkalarimiz ham bor yo'lga qo'yilgan. Lokatsiyani tushuntirib o'tdim. Ha, somsa ham bor akalar mana. Somsa bemalol kelaverasizlar. Narx qanchadan aka? Narxini aytib qo'ying. 12 ming, kattasi, maydasi 6 ming. Kattasi 12 ming, maydasi 6 ming so'm mana akalar. Bemalol kelaverasizlar. Hammaga ishonchli kerakli bo'ladigan joyi bor.